Bu acımız 70 yaşqa yengsadim. Bu acımız qanday yilning oldidan shu talisman yurak kesilgani, yurakning tomir tarayib qapti, zo'yun qiling, jiya qo'ygansa bu acımız bu davolashni qilmagan maydam og'rimaydi deb. Lekin bu acımız shu 3-4 oyni yaqin shu yurak qattiq og'rib, shu o'zininki turishliq naylik doktorxonaga, viloyat doktorxonaga kirgandan keyin zo'yun qilib, jiya ko'rgan, lekin bu jiya deya qo'yish vaqtini o'tib ketibdi. Amal yo'q deb degandan keyin bu og'riq to'xtamagan. Shuning bilan bu o'zining yurtida dacha ya'ni yurakka tomirlash operatsiyasi qilay deb hamda u yerda ben ish cho'g'achqa hamda u tarafdan qilmagan operatsiyani shundan o'g'li bu men bilan do'yinda aloqalashib ketdi. Kelgandan keyin bu acimizniki bir jim yosimi maydasi og'rib yaram bo'ldigan shu ata. O'zining ahvolim tuban, yurakning ahvolim ig'ir, xillar ajiz. Shundan bu acimizni bir mezgil davolab, undan keyin avval sen yaxshilan, undan keyin operatsiyani qildik, ya'ni dacha operatsiyani. Yurak tomirlaydigan, lekin bu acımızdan bu og'riq bag'anshir kuchib ketdi. Shundan oxiri zot bo'lmay jiddiy operatsiya qildik. Operatsiya qilib yurakka 2 tal ko'rik qildik dacha. Operatsiyasi qilgandan keyin bu acımız aysudim yetdi hamda asl japa tatib qoldi, lekin japa tatgandan keyin yaxshilashi, shuna yaxshi hamda ko'rsangni bo'ldi-da, bu acımız yetaqdan chiqishdan oldin turdi. Ranguroyi harakatlari shunda yaxshi. Bu davolashni shunda o'ngishli desak bo'ldi. Bu acımızga jamiy davolashga 140 ming pul ketdi. O'zining tuvan turmush olgandan keyin o'zining endi 25 ming pul chiqdi. Bu davolashni o'ngishli desak bo'ldi. Masalan, so'raydiganlar 181 99 88 77 34 bu nomerni undan qilib masalan so'rasangiz bo'ldi.